2013 yılı Qağlıq nahiyyəsi arqılıq Hindistanның Ladakh chegarasiga qechib o'tganda qo'lga ilingan, yaqinqi vaqtlargacha Hindistanның Ladakh va Jammu Kashmir rayonlaridagi turmalarda tutib turilayotgan Uyg'urlardan Adil, Abduxoliq va Abdusalom Akukula bu yil 6-oyda Jammu Kashmirdagi turmadan tuyuqsiz Panjobning sharqi janubidagi Haryana shtatining Karnal turmasiga o'tkazib etilgan. Shuningdan tartib 10 yildan beri Ladakh va Jammu Kashmirda tutib turilayotgan bu Akukulaning sırt bilan bo'lgan aloqasi kesilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston doiralari Akuka uchaylan Haryana shtatiga yetkilib 5 oydan keyin yaqinda tutqunlarning advokati bilan yuztunani ko'rishishga yo'l qo'ygan. Advokat Muhammad Shafi Lasso 31-oktyabr ziyoratimizni qabul qilib, o'zining 22-oktyabr kuni Haryana shtatiga berib, Uyg'ur Akukalar bilan yuztunani ko'rishib kelganligini bildirdi. Muhammad Shafi Lassoning deyishicha, Hindiston doiralaridan tutqunlarni Jammu Kashmir yoki Ladakhdagi tutqunlar burun yotgan turmalardan biriga yetkazib ketishini talab qilgan. Ammo doiralardan hozirga qadar hech qanday javob kelmagan. Uyg'ur tutqunlarining bu yil 6-oyda tuyuqsiz boshqa shtatga yetkazib ketilishi Hindiston doiralarining maqsadiga qarata Uyg'urlarning advokati va kishilik huquq tashkilotlarida andish paydo qilgan. Xitoy doiralari atalmış Şinjan erkin savdo sınaq rayoni umumiy loyihasini besib tarqitish orqali Sharq Turkistonda izchil ijro qilinayotgan genosid jinoyatini xalqaro jamiyatdan yoshirishga urindi. Atalmış loyihada erkin savdo sınaq rayonini qurishning Xitoy Kompartiyasi chiqargan muhim tadbir va yangi davr islohot echib etishni olg'a siljitishga muhim strategik tadbir ekanligini da'vo qilgan. Atalmış loyihada yana erkin savdo sınaq rayoni qurilishi jarayonida umumiy davlat xavfsizligi qarashini mustahkam turg'izish, tuvanchak tafakkuri va xavf-xatar engini kuchaytirish, xavf-xatarning oldini olish, tizginlash sistemasi qurilishini kuchaytirish, davlat xavfsizligi va ijtimoiy xavfsizlikni qo'g'dash, Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish diviziyasi asosiy gavdalik mas'uliyatni haqiqiy ado qilish, yerlik nizam chiqarishni kuchaytirish, yandash siyosatlarni mukammallashtirish degandek iboralar o'rin olgan. Angliya 1 va 3 noyabr kunlari dunyodagi tunji sun'iy idrok AI bexatarlik boshliqlar yig'ini o'tkazdi. Xitoy Fan texnika ministrligining muavin ministri Hu Jiaohui boshchiligidagi bir vakillar o'mikining yig'inga qatnashishi kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Yig'inda Xitoy o'z ichiga olgan 20 necha davlat Bilitchilik xitobnomasiga imzo qo'yib, Amerika, Yevropa ittifoqi va boshqa davlatlar bilan hamkorlashib, sun'iy idrokning xavfini birlikda boshqarishni xohlaydiganligini bildirishgan. Uyg'ur genosidni to'xtat gruppasi yig'in jarayonida Xitoyning Sharq Turkistondagi genosid va assimilyatsiya siyosatida sun'iy aql texnikasi ishlatganligi tasvirlangan rasm va ekran o'rnatilgan avtomobillarni London ko'chalarida haydash orqali Xitoyga norozilik bildirdi. Fransiya parlamenti axborot komiteti e'lon qilgan dokladda Rossiya va Xitoy bilan birlikda Turkiyaning Fransiyaning ishlariga eng ko'p aralashgan davlatlarning biri ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Dokladda Amerikadagi chet el josuslik faoliyatlariga qarshi yo'lga qo'yilgan qonunlar tilga ilingan va Fransiyadan qonun tuzumga o'zgartirish kirgizish talab qilingan. Yillik dokladda algoritmni asos qilgan kuzatish faoliyatlariga ahamiyat berish va zarur tepilganda nishonliq chet el tahdid qiluvchilarning mol-mulklarini to'litish qatorliq unumli tadbirlarni qo'llanish talab qilingan. Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo va ko'zatchi davlatlarning rahbarlari bugun Qozog'istonning poytaxti Ostonada Turk davri shiori bilan bir yerga jam bo'ldi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev sohibxonlik qilgan yig'inga Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an, Ozarbayjon prezidenti Haydar Aliyev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Jaffarov, Vengriya bosh ministri Viktor Orban va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qatorliqlar qatnashmoqda. Angliya bilan Turkiya o'rtasida erkin savdo kelishimining yanglanishi uchun Angliya jamoat fikrining qabul qilinganligi e'lon qilindi. Angliya savdo ministrligining bayonotida yangi erkin savdo rayoniga to'kib qo'shish chaqirig'i qilindi. Tunugun boshlatgan yangi erkin savdo rayonining fikr to'plash jarayoni
2024 yılı 5 yanvargacha davomlashadi.